Nefsimizin devamıga nazar ağduran vatandaşım. Amerika Devlet Mahkemesi Cungo'nun Cenubi Deniz'de harbiyleştirgenlikini devamlı ayıpladı. Mavzulu haber. 2. ayının 19. günü Amerika Ovazı'nın Xitay Tili programması ilan kılındı. Haber mundaq başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlar Devlet Mahkemesi Payshanba günü mundaq ko'rsatdi. Cungo'nun Cenubi Deniz'de talaş tartış buluvatkan aralını harbiyleştirgenligi bu rayında vaziyetni ciddileştirgen en ağır harekettir. Hem Cungo'nu ayıplab Cungo'nun sözü bilen hareketi birdek emas deb ko'rsatdi. Devlet Mahkemesi'nin bayanatçısı John Kirby muhbirlarni kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Biz Cungo taraf harbiyleştirish niyetimiz yok deb ko'rsatgan deb hesaplaymiz. Bu deganlik Reis Xi Jinping'nin so'zlagan so'zlariga qaratganligimiz emas. Cungo'nun Tashqi ishlar ministri Wang Yi Amerika'nın Devlet ishlar kotibi John Kerry bilan ko'rishganda o'xshashla shundoq ko'rsatgan. Belki ular konkret muhokama qilgan masala Janubiy dengiz masalasi edi. Biz bilamiz. Biz davamlı Reis Xi Jinping'nin sözlerini tilga elep turamiz. Belki onun sözleri Cungo'nun başka rahbarlarining Janubiy dengiz masalasi bo'yicha ovoz qo'shishiga erishgan. Shuning uchun biz shundoq asos bilan fikr qila olamizki, Cungo eg'izda bir xil gap qiladi ekan, amaliyotda boshqa ish qiladi ekan. Demek Cungo'lukla Amerikalıklar hem de düşünüptü de Cungo'luklar ezelden egizli bir gap ameliyatda başka kılıdığan bir Cungo'luk bu. Diken bayanat John Kirby'ge aytqanda Cungo'nu endi düşüngende kılıp atamdı değil mi? Cungo'nun reisi Xi Jinping ötken yılı 9. ayda Amerika'nı ziyaret kılgan çağda va'da berip Cungo'nun Cenubi Deniz takım aralığında kuruluş kılış niyeti yok. Hem her qandaq birisiga qartilmagan ve her qandaq davlat ta'sir qilmaydi. Hem qurilish qiladi, lekin har qandaq davlat ta'sir qilmaydi. Her qandaq vaqtda birga tahdid paydo qilmaydi degani. Hem harbiylashtirish niyatimizmi yo'q deb ko'rsatgan. Bugun nim bo'ldi endi Yongshon orliq hozir raketa urilashdi. O'tgan yil 9 oyda Amerikaga bergan va'dasi bo'yicha Reis Xi Jinping nim degan? Bizning bir oyinda qılayotgan qurilishimiz hech kimga tahdid yetkazmaydi. Shundaqla bizning bir ayında harbiylashtirish, orollarni harbiylashtirish niyatimizmi yo'q degan. Amaliyot nim bo'ldi bugun? Bayonotchi John Kirby mundaq ko'rsatdi. Xalqaro jamiyatning ko'plagan a'zolari mundaq hisobladi. To'pi tindirib, orol yasash va orollarni harbiylashtirish bu yerda vaziyatni jiddiylashtirgan topki omildir.